Birinchidan yengilgina atib olamiz. Yengil atamiz. Yengil atamiz. Buradan men sepib beramiz. Birinchi mana shu joyini ko'rasizlar, yaxshi qarang. Spesiyal yarım sepolman, farqini sezish uchun mana parokda ham yarım sepamiz. Ketdik. Mana yarım sepdim, yarım. Tez quriydi. Bo'lsa bir 30 sekund yo 1 minut ichida birdan qurib, rangi moslashib ketadi. To'g'ri deb turinglar mana. O'sha ranglar o'zgarish boshladi. Mana o'sha quridi mana. Rangi o'tmaydi mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Bo'lgan bo'lsa bir 30 sekund yo 40 sekund vaqt ketdi mana. Yangi deb o'ylayman. Mana qirilgan joyi, mana bu bo'ynak qirilgan joyi qarang. Yarmi boshqa bo'lgan. Endi parok yetib berasizlar. Parok hozir quryapti, ichkarida bo'lgani uchun. Mana. Ko'rdinglarmi? Yangi bo'ldi mana. Yaqinlashtirib ko'rsataman. Mana. Mana bir chang emas bu mana. Tozalab artdik.